Koreyada do'stlarim bilan aylanib yurganimda bir amaki ustimga suv sepib yubordi. Dars tugagandan keyin zerikib aylanishga chiqdik. Uzoq yo'l yurib chiroyli tabiatli joyga keldik. Qarasam bu yerda faqat biz kam ekanmiz. O'zim tanimaydigan qo'shiqchilarni ko'rdim. Bir vaqt saydoda sahnaga chiqib yurakni siqadigan qo'shiqlarni aytishni boshladi. Bunday tekin konsertlar talabalar yakuniy imtihon oldi stresslarini yo'q qilish uchun uyushtiriladi. Doda davrani qizdirishni boshladi. Hammasi shundan boshlandi. Mazza qilib qo'shiq eshitayotganimizda birdan ustimizga suv sepib yubordi. ChatGPTning ma'lumotlariga ko'ra, Psy konsertlarida taxminan 300 litr suv ishlatar ekan. Boshdan oyoq ho'l bo'lsak ham xursandchilikda davom etdik. Bunday konsertlar har doim ham bo'lmaganligi uchun uzoq joylarda mashhur aydollarni ko'rishga ko'plab odamlar keladi. Hamma yoqimiz suv va loy bo'lishiga qaramasdan Dodaning energiyasi bizga kuch berdi. Konsertdan keyin albatta shamollab qoldik. Necha marta suv sepildi deb o'ylaysiz? Bunday konsertlar sizni ham universitetingizda bo'lishini istarmidingiz?